Assalomu alaykum aziz do'stlar. Do'stlar, mana hozir bu yukimiz Tojikistonga biz yukladik. Reys qilamiz Tojikistonga. Sababki bir reysga sig'maydi. Bu qo'polroq bo'lgani uchun Chrysler variantdagi arzon narxda, nihoyatda sifatlari yaxshi, toza qilingan. Mana xudo xolasa bolalar mana yuklashda davom etyapti. Tojikistonga olib borib beramiz. Mana partalarni hozir yuklab jo'natib yubordik o'zlaridan narigi mashinada. Mana xudo xolasa mana Tojikistonga olib borib beramiz. Kimga kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Manzilimiz Namangan viloyati Pop tumani G'urumsaroy qishlog'i. Bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Telefon nomerlarimiz o'sha mashinada ko'rinib turgan nomer bizniki. WhatsApp, Telegram hammasidan bor. Bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Mana shu taxlanadigan partani hali dispis qotirilmagan holatda, yig'ilmagan holatda. Bu tomonlarda yig'ilgan holatlari bor. Bu tomonda yig'ilmagan. Kimga magazinlarga garderoblar kerak bo'lsa ham optim narxda qilib beramiz. Hozir uni ham yo'lga qo'ydik. Ko'p magazinlarga tarqatyapmiz. Garderoblarni ham baqatroq qilinganini qilyapmiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Endi yana YouTube'da rivojlantiramiz. Omon bo'linglar, sog' bo'linglar.